Buni 3,5 million kami bor ularimiz. Davom etaversin. Klientlarga ham bir xil, bu bozorda ham bir xil savdo qilamiz. Videoda boshqa, kelgandan keyin boshqa bunaqa muomala qilinmaydi. Savolingiz. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilagan holatda videolarimizni boshlaymiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying va kanalda xohlagan turdagi mebellaringizni xarid qilishingiz mumkin. Albatta biz nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz ustakalarimiz sizlarga skidka qilib berishi ham mumkin. Buni kelishganmiz ustakalarimiz bilan. Xo'p, videomizga like bosib tursanglar, xudo xolasa biz uголовlarning makoniga kelganmiz. Sizlar so'radinglar, biz keldik. Demak, ustakamiz bilan barcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Kami bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar, ustakalarimiz o'zi sizlarga to'liq ma'lumotlarini va Telegramdan rasvetkalarini ko'rsatishi mumkin. Demak, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Allohga shukr. Xo'p, aka, bo'lmasa qaysi biridan boshlaymiz? Avvalo ishni boshlashdan oldin kanalingizga rivojini bersin. Ilohim bundan ham zo'r obunachilar ko'payib, atabaylar ulug' bo'lsin ilohim. Aytganingiz omadlar bersin ilohim. Xo'p, bu ishlarimizni boshlasak, shohona divan kreslomiz. Bularda gullarda quyma bo'ladi. Sun'iy suyak bo'ladi, ya'ni. Plastmassadan bo'ladi. Sun'iy suyak, plastmassa emas. Bu plastmassadan kuchliroq, oliyroq darajada turadi. Oliyroq darajada. Bu narsamiz sizinasi chiqadi zamolik. Chiqarib yuvib to'g'rab ishlasa bo'ladi. Endi korpusga keladigan bo'lsak, korpusi ancha baquvvat narsa. Machalkalar hozir birinchi sortida bo'lgan narsa. Xudo xolasa qaritadi. Spinkalar razborka bo'ladi. 65 sm eshigi bo'lsa ham siqa oladigan narsa xudo xolasa. Narxga keladigan bo'lsak, narxi 18 million deyapmiz, ozgina kami bor. Buning ichida nima kiradi? Bitta divan, ikkita kreslo, jurnalist stoli ham bor. Albatta o'ziga tushadigan jurnalistlar bo'ladi. Bu kalyonli oyna bo'ladi, xom ayni yoki kraskasiga o'chadigan boshqa ko'p savollar beradi-da. Kraskasi qanaqa, sifati qanaqa? Inshaalloh biz qilayotgan narsalar sifati ancha oliy darajada. Xudo xolasa. Bemalol o'zidan bitta o'tirib ko'ring. O'qimasdan kelib tashlasangiz ham bo'ladi. Ha. Kelib o'tirib tashlasangiz ham 105 kilomanda. Безопасность ko'proq o'ylangan narsa bu. Kelib tashlasangiz ham ancha dadil narsa. Gulga ham yetib bormaydi. Buning ichi nima aka? Xo'p, buni ichida ochib ko'rsatib bera olamiz. Zamoda bo'lgan narsa. Mana. Machalka, prujina, machalka, sintfon. Albatta bu fabrikli zavodlarda ko'p holatlarda ishlanadigan narsa-da bu. Ko'pchilik ustalar qo'yilmaydi, kamdan kam qo'yadi. Inshaalloh o'zingizlarga aloqa etsa, eskirib qolsa, materialni almashtirib bera olasiz. Albatta, materialni almashtirib muammo emas. Sifatli darajada ishlar hammasi. Bo'lishlarimiz ham sintfon. Rejimlamarsiz ham boshqa qilsa ham joyiga keladi. Mana. Bemalol. Zo'rgan orqalari hamma yo'q joyida. To'g'ri, oldilari gulli material ekan. Korpus ham ancha baquvvat narsa. Ko'pchilik savol beradi. Buncha pul olyapman. Sifat darajasi qanaqa? Xudo xolasa sifat darajasida behij bo'ladi. Biz kechagi chiqqan usta emasmiz. Xudo xolasa 96-yilda mana shu ishlaymiz. Juda zo'r. Bu ancha otamizni kasbini olganmiz biz. Biz ustamiz otamiz. Juda zo'r. Inshaalloh orqalari ham behij narsa. Zambul bo'ladi. Ochganingizdan keyin mana narsani. Shurubni bo'shatilib, shuni yechila oladi. Komfort. Orqasiga ham ancha tekis o'rtaga qo'ysa ham bo'ladi. Devorning orqasiga oldingi holat sostenida emas, o'rtaga qo'ysan chiroyli turadi. Ko'rkam narsa. Kraskalarimizni almashtirsak ham bo'laveradi, ha? Yo'q, kraska bo'ylariga qarab. Kraskani zakaz bersa, aytgan rangi, misol uchun kimgadir jemchuga, kimgadir qop-qora, kimgadir korishniy. Muammo emas kraskasi. Bizda bitta bu model emas, ko'p modellarimiz bor. Reklama zakaz asosi bor. Bu spinkasini bitta aytib o'taylik. Spinkasi machalka bo'ladi. Qo'lingizga kelib aytganimdek kelib tashlavarsiz ham, boshingiz tegsa ham yog'ochga boshqa narsa tegmaydi. Shikast etmaydi. Odamga безопасность o'ylangan. Men keldim, har xil xayolda kelaman-da. Kelib turib qo'qqisdan tashlavarsiz, boshqa bo'lsa безопасность bor. Asosiy boshda insonda. Boshqamiz deb topiladi deydi-yu. Shu. Xo'p, bunimiz bu ham xuddi shunaqa. Ichi qoraytirilmagan, ya'ni patina qilinmagan narsasi. Hamma sostenasi bir xil, birga bir ishlangan narsa bu. Просто kimgadir qoragani yoqadi, yoqmaydi-da. Hamma inson har xil. To'g'ri, bizda boshqa. Lekin ishlash prinsipi ham yo'g'i rasxoti bir xil.
Bunga qozoni birinchi soat machalka qo'yilgan. Aha. Bu to'shaychalari bilan ekan bu? Ha, bu bonus qilib qo'shib qo'yganmiz bu narsani. Qilib qo'shilgan. Aslida buni alohida olamiz buni ham. Aha. Alohida bo'lsa Kinetik. qancha bo'ladi? Xo'p, alohida bo'ladigan bo'lsa bu narsani bir komplekt ketgan narsa 150 ming so'm atrofiga tushadi. 150 ming. 150 mingdan. Biz 150 mingni bonus ichiga qilib qo'shib qo'yganmiz. Ha, juda ham zo'r. Bu ham narxlari Narxi 18 million, bu ham 18 million. 18 million. Kami bor. Albatta bu ichida stol ham bor. Buni stol qani deganlarga alohida, xudo xolisa, Rasmini qo'yib beraman, rasmini endi chap qo'yib beraman. o'tamiz. Bu spinalizi ham divan ham spine bo'lgan narsa. Ham divan. Ko'pchilik arzon narsa deydi, lekin arzon narsa ushlamaymiz biz. Ha. Mana machalka pluslar, rezina machalka i 30-40 plus. Bunda ham sintifon qo'yilgan. Arzonni ko'pchilik so'raydi-da. Bizda bu arzon emas. Mana machalkani izvarsiz ham, hali arzon machalka qo'lingizga bossangiz, bosilgan joyi bemalol yerga boradi-da. Majburlab bossangiz ham zo'r keladi bunda. Albatta zilchilik kuchliroq bunda. Korpus qanaqa baqavatmish dedim degan narsaga sinab ko'rsatib beramiz. 105 kg mana. Bemalol qo'ymasdan tashlayman. Juda ham zo'r. Inshaalloh xudo xolasa Mo'shi material. mo'shi material, korpuslari ham sasni. Bemalol. Ishlarini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'pchilik disp qilib, sarada qo'yadi. Mana. Laminat, PV kromka, HDFDP. Biror narsa qo'ysa ham, boshqa qilsa ham akkuratni olib turadi. Zo'r. Buni mexanizmlari ham Bunda mexanizm ishlamaydi. Asosan balon bo'ladi. ha, balon. Yosh bo'ladi, xolos. Bez mexanizmli narsa. O'ladigan narsasi nima, boshqa degan savollarga bez mexanizmli narsa bu. Hali oddiy sodda ixcham variant. Xo'p. Bunimiz narxi Bunisi narxi 3,5 million kami bor. 3,5 million so'm. Ko'pchilik oxo deydi. Buni ham xonlari bor-a? Yo'q, biz xon bu. Xon, mas turishi Ispaniya bo'ladigan o'zi xolos. 3,5 million. buni Nimaga ham qimmat desangiz, rasxoti balandroq. Atrofda bor 2 million, 1 million 800 narsalar bor. Bundan puliga keyin arziydigan, sifatli narsa. sifatli narsa. Rasxoti qo'ymasdan qilingan narsa. Juda ham zo'r. Buni ham xohlagan Rangda qilib beriladi. qilib berilaveradi, aboylariga mos. Aboyga, uyiga, o'zini didiga. Xonlarimizni Xonlarimizda har xillari bor. Oynali, alohida oynali. sotiladi. Aslida bu oynali xonni bozorga o'zim olib kirganman bu narsani ham. O'zim olib kelib, yurgizib, ko'pchilik bir paytlar olib kelganimni ustiga chiqsam, qo'rqqan odamlar. Nimaga bunaqa o'tiradi deydi. Bu oynada kalyoni qilingan toplangan narsa. Kuydirilgan. Ha, xom o'shim bilan shu singari. Juda zo'r. Qalinligi 1 sm. 1 sm bo'ladi. Kalyoni bo'ladi. Tagi noshkalari yong'oq bu. Oyoqlari yong'oqdan-a? Yong'oq. Naturalniy yog'och. Har xil shakl, figura muammo emas, o'zgartirish. Bemalol jiyanlar ustiga chiqib o'ynasa ham xavotir olmasangiz bo'laver ekan. Albatta. Ayollarimiz picha vahimali-da. Ha, vahima qilib lekin bu unaqa narsa. Shu paytda aynada yo'lga qo'yayotgan vaqtimda ko'pchilik qo'rqqanda, men aytganman klientga, stolni qirg'aga o'tirgizib bering deganman klientlarga. Nimaga dedim. Ko'pchilik davera bermaydi deganman. MDF kamiz. Men davera beraman degan. Sababi bu zavodda ishlayotganlar har bir jarayonni ko'rganman, nima? Kristalniy panjarasi, boshqasi muammoli joylarni ko'rganman. Buni yuragi asosan yonboshda bo'ladi. Yonboshda kichkina qirrali narsadan bitta urib qo'ysangiz mayda-mayda bo'ladi. Hali og'irlik, issiq, sovuq ko'taradi. Xudo xolasa beradi. Garantiyalarimiz bor. Bularimiz MDFdan-a? MDF laminat bu. Bu ham MDF laminat, MDF. Oyoqlari ham MDFdan bo'ladi. Quyma gullar qo'yilgan bunga. MDF quyma gul qo'yilgan. Narxlar xohlagan rasvetga qilib. Narxlari bularimiz hop 600 ming so'm. Bularimiz 2 million 300 ming so'm. Narximiz 1 million 400 ming so'm. Razmerni aytsa qo'shiladi, narxiga ham albatta. Bu razmerlari muammo emas. Bu razmerga ligirovka qilsa bo'ladi. Endi bu ishimiz. Bu ham Ispaniya bo'ladigan ish shekilli. Ispaniya sonda ulo bo'ladi, trivadnom. Mana sondiq. Xo'p. Buni ochsak Ispaniya bo'ladi. Zo'r. Zo'r. Taylandiya. Kichkinayu bu deb odamlardan savol keladi-da. Chap o'ng bo'ladimi, yo'qmi? Albatta bo'ladi. Buni bakovoylar chiqadi. Ha, bakovoylar chiqadi. Buni chiqarganimizdan keyin bu holatga ligirovka bo'lsa bo'ladi. Joy tanlamaydi. Imni обязательно mo holatda mo sassayani turadi deyilmaydi bu.
Yonboshda klinchli barlari ham bor. Chaynak, paynak, bu narsa qo'ysa ham bo'ladi. U tomonda ham bor, bu tomonda ham bor. Korpuslar qanaqa xizmati desa, bemalol chiqaramiz. Bemalol Hamma yo'g'i behijolat narsa. 150 kilogacha ko'tara oladi. Undan ham Undan ham yuqorisini ko'taradi. ko'taradi. Xizmat qiladigan narsa. Bularimiz materiallari qanaqa? Bu material o'ziga dog' ushlab qolmaydigan material. Aha. Penada yuvsa chiqadigan narsa. Aha. Bolishlari sintifon. Bunda ham Bunda ham sintifon. ko'pchilik pux ishlatadi, boshqa qiladi. Ha ha ha. Sintifon toza narsa. Bunda ham g'ijimlavarsiz ham, boshqa qilsangiz ham joyiga keladi. Joyi keladigan ish. Narxiga Bu yerlarga keladigan ham bo'lsak, masal ishlatilgan. buni stolni ichida qo'yib beramiz. Aha. Narxi aytilishi stoli bilan 6 milliondan aytamiz. 5 stol 5,5 million. Oxir okончание summasi 5 million 100 ga beramiz. 5 million 100 ga beramiz. Nimaga qimmat degan savol tug'iladi-da. Aha. Hamma narsa rasxodga bog'liq bo'ladi. Klientni любой holatga savoliga javob bera olmaymiz. 3 million desa 3 million degan qilib bera olamiz. Rasxodni ekonom qilish yo'llari ko'p. To'g'ri. To'g'ri. Menimcha rasxoddan qochmasdan sifatli narsa olgan ma'qul deb o'ylayman. Bitta narsada rasxoddan qochaman deydi, to'g'ri qochadi. Vaqt sharoiti boshqasi to'g'ri kelmashi mumkin. 2 millionlik 3 millionlik narsani oladi. 1 oy 2 oy ishlatgandan keyin 2-3 oydan keyin, misol uchun, men aytgan summadan ham balandga tushadi. To'g'ri. Sababi nimaga? Remont qildirsa, shu holatga tushadi. To'g'ri. Baland summaga o'tadi. To'g'ri. Tavsiyam narxdan qochmasdan, dadilroq rasxod qilib ishlatgan yaxshiroq. To'g'ri. Buni chekkalari PVX kromkadan, Kromka, apparatda bosilgan, PVXda bosilgan. Aha. Juda zo'r. Kirasi kachelilarimiz. Xo'p. Bularimiz materiallari nimadan? 3 xil ko'rinishdagi bor. Bunisi fanerga deb yugurgan narsa, bunisi MDF laminat. Aha. Narginimiz bor, yong'oqdan qilingan narsa. Birinchidagi. Ko'taradimi? Ko'p savol beradi-da. Aha. 100 kilo ko'taraman. Bunda holasi 130 kilo, 140 kilolik odam o'tirdi. Qo'ximasidan tashlab yuborsa ham bemalol ko'taradi. Bemalol ko'taradi. Bunday безопасность o'ylaydi, любойdan. Aha. Hammasi behijolat narsa. Har tomondan hisob-kitob chiqarilib qilingan narsa. Bu modelimiz keladigan bo'lsak, zimniy letniy bo'ladi. Bu chiqadi. Ha, chiqadi. Zamoda yuvib to'g'rilashsa ham bo'ladi. Aha. Bu ham. Bularimiz ichi Xonani machalka bu. machalka. Xonani ichiga olib kelsa issiq bo'ladi. Buni olsa ham, o'tirsa ham bo'ladi. Aha. Bu ham orqaga siz o'tiring-da. Orqaga ketib qoladimi, yo'qmi degan savolga men isbotlab beraman. Ayog'ingiz qo'ying, bemalol suyaning. Orqaga tushiraman, majburlayman mana. Majburlayman. Ketmaydi. Inshaalloh hamma yaxshi. Juda ham zo'r. Menga yoqdi. Savol albatta tug'iladi-da, bu orqaga ketadimi, yo'qmi? Deb odam bezopasini o'ylayapman. Xudo xohlasa behijolat o'ylangan narsa. Narxlar 3 xil modelimiz bo'lsa, 3 oy ham bir xil, 2,5 milliondan kami bor. Telefon qilsanglar, kelishtirib yurgizib beramiz. MDFdan ham 2 xil ekan. Ha, Setkaligi ham bor ekan. to'qilgan narsa, to'qilgandan tashqari ip ham to'qilgan orqasidan. Orqasidan Ikki tomonlama zashta qilingan. kamarlari ham bor ekan. Remenni bor. Orqasidan ham bitta. Albatta. Ulovlarimiz. Navbatdagi ishimiz. Hazin ulov. Aha. Orqaga surilsa, Mexanizm. bemalol o'tirib yotib olib, gaplashib o'tirsa ham bo'ladi. Juda zo'r. Buni holatda ko'pchilik o'tirsa charchaydi, boshqa bo'ladi-da. Aha, to'g'ri. Kimdir yozilibroq o'tirgisi keladi. Ovqatlangandan keyin hech nima sig'may qoladi-da. To'g'ri. Bemalol o'tirib olib yotsangiz, ana har qancha gap sig'oradi. To'g'ri. Hazm ham bo'ladi bu yerda. To'g'ri. Uzoqroq gaplashib o'tiraman. Oshnog'aylar to'plangan Oshnog'ayni bilan qo'ni qo'shni bilan desa, qanday shu aka-uka, jigarvag'lar shundan harakat harakat o'tirsa bo'ladi. bo'lar ekan. Razmerini nima aytgan razmeriga qilib beramiz. Bu qiyin emas, uni surishi? Yo'q. Qarangda. Bu ko'pchilik ushlaydigan tochkasi bor-da. Aha. Bu yerdan ushlab turib, bolani ushlasangiz surilaveradi. Ha, suriladi. Bemalol. Mana. Oson bo'ladi. Qarang. Odamni ham tochkasi bor-da. Aha. Bitta tochkasini ham ushlaydigan bo'lsangiz, sizlarga olmayman-da. Bitta nozik tochkasi bitta ursangiz ketadi. To'g'ri. O'tash holat bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu 8,5 million kami bor. Bu ham tepasi. Buni 3,5 million kami bor ularimiz. Davom etamiz. Klientlarga ham bir xil,
Bu bozorda ham bir xil savdo qilamiz. Videoda boshqa, kelgandan keyin boshqa bunaqa muomala qilinmaydi. To'g'ri. Savolingizni bering. Xo'p. Machalkalari va materiallar. Machalkasi 22% machalka. Bunda ham sintifon qo'yilgan. Albatta zamovi ham. Zamonni ochib ko'rsatamiz. Sintifon machalka ishlatilgan narsa. Machalka nima uchun deganda, sintifon quruq o'zi suyanganda ushlab turish uchun. Ushlab turish uchun. Hali bo'sh qolib tikka turmaydi deydi-yu. Turmaydi, to'g'ri. Kattalik hisobiy machalka sintifon qilib qo'shilgan narsa bu. Xudo xolasa garantiyalarimiz bor. Sifati behijolat muolaza bo'lishamiz ham. Juda ham zo'r. Misol uchun, bu videoda ko'rsatilmagan, lekin o'ziga yoqqanlarini Telegram orqali tashlasa, siz qilib bera olasiz. Nomerimni yozib olsa, Telegramdan tashlab turib, Telegram rasm emas, xayolidagi narsasini aytsang chiqarib beramiz. Chiqarib bera olamiz. Sababi zo'r. Xudo xolasa biz kechagi usta emasmiz. To'g'ri. Professional darajasi bor. Divan kreslolarimiz. Divan kreslolarimiz. Xo'p, buni eng maza qilgan joyim bu aylanagi. O'tirib, misol uchun suhbat qilayotganingizda ham bemalol har xil xayol bo'ladi-da. Bu yoqqa burilib turib, ish qilib, bu yoqqa qilib, ish qilib, muammoni joyi yo'q. Juda ham. Ket turib, boshqa qilib, inson zotiga qanchalik qulaylik bo'lgan sari tanballikdan oshadi-da. Hamma tomonlama qulaylik ishlab chiqarilyapti, xohlasa. Xohlasa juda ham yaxshi. Bu yerlari qulonlik qilib ishlab berilgan ekan. Bu ham MDF-dan-a? MDF. Bu ham Tamam, MDF. divanimiz. Ustilari akril lakmi? Divanimiz mana Ispaniya bo'ladi. Bu ham mexanizm. Kengayadi. Ispaniya bo'ladi. Razmeri katta bo'ladi, odam yotsa ham bo'ladi, mehmon xizmat kelib qolsa ham, surib turib charchabadi bo'lib qolsa, bittadan joy bo'ladi. Laklarga keladigan bo'lsak, savolingizga javob bera olmadim. Akril lak. Akril lak. Suv testa boshqa bo'lsa, xizmat qiladigan narsa. To'g'ri. Bilasiz, ham ko'ryapsiz. Juda ham zo'r. Shlipovka hamma yoq qilingan narsa. Bemalol buni ham xohlagan rasvetga rangi, rasveti muammo emas. Aytgan rangi, rasvetga o'zgartirib chiqarib beriladi. Juda zo'r. Ko'pchilik 3 kunduzlar, 5 kunduzlar deb savol beradi-da. Ishimizga qarab turib vaqt aytamiz biz. Ko'pchilik bor 15 kun, 10 kun desa, "Oho" deydi. O'tirib surumlar qilingan narsa uzoqqa bormaydi. Sifatli bo'lmaydi. Juda ham zo'r. Muhimi shoshmaslik kerak. Shoshilgan, ozgina puldan qochmasdan. Anekdot bordi. Doktorlar choy ichib o'tirgan vaqtda nima desa bo'ladi? Kim keldi desa, o'ris keldi deydi. Nimaga o'tirib choy ich deydi. Yana kim keldi desa, o'zbek keldi deydi. Deydi, Turkiya deydi, o'zbek ketganiga keladi deydi. Hammasi taqalgan vaqtda keladi. Hech ertaroq kelsa ham yaxshi bo'ladi narsa. Hali oldindan plan qilib, rejalashtirib yursa, ancha yaxshiroq bo'ladi. Buni manaqa kichrayadigan versiyalari ham bor-ku. Xonamizni. Shunaqa qilib bera olasizlar. Razvijno stol qilib beramiz. Misol uchun o'rtasini olsa dumaloq bo'ladi. Bu narsa muammo emas. Mexanizm yetib kelmasdan oldin ham uni qilganman men. Samadani yog'ochdan qilib turib, mexanizmga qo'yib chiqarganman. Hozir qulaylik bor, tayyor mexanizmda kelgan. 90 ga hozirda 90, bu yerga 25 dan 50 bo'ladi. Ochgani 90 ga 280 ml qilsa bo'ladi. Muammoli joyi yo'q buni. Juda ham zo'r. O'sha gap, xayolingizdagi narsani tushuntirsangiz, bemalol qilib bera oladi. Inshaalloh. Alloh qodir qilgancha qilib beramiz. Juda ham zo'r. Narxi keladigan bo'lsa, bularimiz 10 million kami bor. Ko'ribsizlar, behijolat narsa. Albatta, stoli bilan birga. Xo'p. Dastavkalarimiz qayergacha? Andijon shahar ichida bor. Ko'pchilik videoda ko'ryapman, dastavkachi deyapti. Savollar kelyapti. Yaxshi video kelib qoldinglar. Shu videoga murojaat qilib chiqarib beramiz. Ko'pchilik holatda mana narsa 1 million bo'ladigan bo'lsa, dastavka ichiga manzilni qarab turib 1 million 300 ming so'm qilib beradi. Ko'pchilik ichida deyapti-ku deydi-da. Mana shu narsada to'shqani qo'yish kerak. To'g'ri. Qo'ymasak biz yolg'on chiqaramiz. Videoda chiqaryapsizlar-ku, boshqa qilyapsizlar-ku. U narsalar aslida ichiga qo'yiladi hamma narsa. Halollik ish katta. Dastavkasi ichida deb turib, tan narxiga dastavkasini ham ichini qo'shib olyapti. O'zbekiston bo'yicha dastavka ichida deyiladi, boshqa deydi. Misol uchun mana narsa 10 million dedim, 7-8 million atrofida sotadigan bo'lsa, dastavka manzilini so'rab turib, shuni qo'shib beraman xolos. Ochiq oydin aytilgan yaxshi. To'g'ri. Xo'p.
Qo'shni respublikaga ham chiqarsak bo'ladi. Imkoniyatimiz bor. Biz Tojikistonga ham chiqaramiz, Qirg'izistonga ham chiqaramiz. Xudo xohlasa Qozog'istonga ham chiqardik, Turkmanistonga ham chiqardik, shohona ishlarimdan chiqardik. Urab beramiz. Shopurlar bor, keladi, o'zlari olib ketadi. Yo bo'lmasa Andijon ichida bo'lsa, tochkalarni aytsa, shopurlar olib borib yetkazib beramiz. Qirg'iziston bo'lsa, Qarg'aga olib beramiz. Biz unaqa aytilgan narsaga ichiga qo'shib turib, boshqa yo'q unaqa narsa bizda. Volkam uriladi. Olib borib beriladimi? Olib borib beriladi. Sababi o'zimizda mashinamiz bor. Biroq yarini olib borib ber, boshqa ber demaymiz. Misol uchun do'konlarimizga foydalanishga ham qo'yib bera olamiz. Foydalanishga qo'yib beramiz. O'ziga aloqa ishlayapsizmi, boshqa qilyapsizmi, savol beradi bunga ham. Biz nasiya ishlamaymiz. Ko'p yillarda ishlab ko'pini ko'rdik. Ishimiz olib boradi. Puli kuygan qirg'iz qana bir chayna deydi-yu. Bunaqa narsa qilishmaydi-da. Pulni sanab turib olib kelsa, keyin sotadi. To'g'ri. Sanab olsa, kelishib qilib beramiz. Yo'lida qilib. Orqamizdagina kamerajimiz orqasida turgan ishimiz ham bor. Naturalniy yong'oq. Rushno mehnatimiz. Ko'pchilik nimaga bu ixcham boshqa deydigan holatlarga bu yoqqa tortib ko'rsatib beraman. O'tirsangiz ham ancha qulayligi bor. O'tiringiz ham bemalol. Hali o'rta qissalarda og'ir ko'taradiganlarga ham zo'r narsa-da bu. Bemalol ko'tarasiz ham o'tiraveradi. Model ham har tomonlama qulay. Bularimiz yong'oqlar. Yong'oq. Material ham o'xshash material. Machalkada ishlov berilgan. Bu machalkamiz necha aka buni? 2 posta bo'ladi. Santimetr qo'yib kelinglar yopishsa chiqaradi. Bitta tutun bo'lmaydi. Bu qismi ham machalka. Machalka bu. Yonboshdagi gullari yog'och. Qancha unda xohlasa xizmat qiladigan narsa. Buni ham xohlagan rangingizda chiqarib beraveradi. Rangi muammo emas. Asosiysi tanlov va sifat talabi. Sifat talabi. Narxiga keladigan bo'lsak, bular o'rtada kichkina stolni ham qo'yib beramiz. 11 million kami bor deymiz. Albatta kelishamiz. Hali 11 milliondan qadalib turmaymiz. Undan o'tib beriladi. Stollarimiz bor, gollarimiz bor. Kameramizda ko'rsatib qo'ysa, har bittasini bitta tushuntirib vaqt berish vaqtimiz kamayib bo'ladi. Albatta, nariga ham ishimiz bor, ularni ko'rsatib beramiz. Xo'p. Andijon shahar ichi bo'ylab dastavkamiz. Albatta, dastavkamiz bor. Agarda hovli uy bo'ladigan bo'lsa, olib kirish berish yordam beramiz. Dom bo'ladigan bo'lsa, odamlarni topib turadi. Men o'zim ko'p holatlarda olib borib bering deydi. Olib borib bergansiz keyin olib kelib berasizmi deydi-da. Biz grija bo'ldik mana shu xonor orqasida. Og'ir ko'tarib, boshqa qilib 3-4 odam topib tursa, olib borib beramiz. O'zlari olib kelishadi. Yo, biz tashlab qo'ydik, ishimiz bitdi, ketamiz deyish yo'q. Legirovka qilib turamiz biz. Olib borib, mana qilasan, ana qilasan. Yordam beramiz, muammo emas. Xo'p, bu keladigan bo'lsak, mana bu ishlarimiz. MDFda bo'lgan gullarimiz 2D formatda qilingan. Korpuslari sasna bo'ladi. Bu sasna. Ichi. Korpuslari sasna, behijoat narsa, pampers burjuna. O'tirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Keyin ham ancha baquvvat ishlangan. Plotlari ham yaxshi. Sakraversiz ham bemalol xizmat qiladigan narsa. Orqalari ham o'zining materiali. Narxiga keladigan bo'lsak, stolni qo'yib beramiz. Stolni qo'yib beramiz degan sababi stollarimiz ulg'aymayapti. Ulg'aymayapti. Biz alohida uni olamiz stolni. Akvariumga olamiz. Biz shuncha kirasiz debganimiz yetadi. Uni olamiz. Qiladigan bo'lsak, ancha qiynab bo'ladi bizga. Hamma o'zi ishini qilgan yaxshi. To'g'ri. Stol bilan birga 10 million kami bor. 10 million katta gulimiz bor. Mana bularimiz kichikroq gul, unga nisbatan rasxoti kamroq. Nisbatan, u emas. Korpusi ichlarida behijoat. Narxiga keladigan bo'lsa, bu ham 9 million kami bor. Stol bilan birga 9 million kami. Xo'p, bularimiz. Bu ishimiz ham aka, yangi modelimiz, eng oxirgi chiqqan modelimiz. 9,5 million kami bor. Nimaga qimmat bu? Bularga nisbatan farqi desangiz, o'rtada gullari, hoshiyalariga mahsulot mehnat ketgan. Korpuslari olis behijoat narsa. Xo'p, zarlarimiz arqon zardan. Rangini aytgan svetga moslab chiqarib beriladi. Shu modelimiz ulovlari ham bor. Bu xohlasangiz rasmini tashlab berishim mumkin. Video orasiga
qo'yib kelsangiz bo'ladi. Bu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ustani uzun nomeri, o'zi xohlagan materiallar tashlasanglar, bemalol ishlab chiqarib beradi. Shohona divanni 2004-yil chiqarganmizda. 2004-yilda roverlar kelmagan. O'zimiz boshni o'yib, boshqa qilib qiynalganmiz, ancha mashaqqat qilganmiz. Allohga shukr, hozirgi holatda ancha stanovimiz ham yo'g'i bor. Hamma stanovimiz roverdan tortib kromkagacha bor. Muammoli joyimiz yo'q bizda. Kromkalar ham apparatda demoqchi bo'lganim, atrofdan uslubi qiladigan emas, o'zimiz stanovim bor. Muammo emas. Hamma narsa o'zidan chiqadi. Ha. Qo'yadiganimizni ham o'zimiz qo'yamiz, gulni ham, qalitni ham o'zimiz chiqaramiz. Roverlarimiz bor, xudo xolasa bejirat narsa. Aytgan gulni chizib, boshqa qilib, chiqarib qo'yib beramiz. Xo'p. Adashmasam ma'lumotlar yetarli bo'ldi degan umiddaman. Qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Ustagamiz Telegram silkalarini ham tepada qoldiramiz. Xudo xolasa bemalol Telegramdan o'z xohlagan turdagi mebellarni ko'rsatib yasatib olishingiz mumkin. Albatta aboyingizga, pardangizga, gilamingizga bemalol moslab materiallarni almashtirsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotni aytganimiz ustakamizdan olasiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib keting. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsin? Xudo xolasa aka, nasib qilsin, sexdan ham borib turib, o'zingiz bilan video obzorlar qilish. Ishxonada ham qurilish ketyapti, xudo xolasa. Qurilish tugashiga chaqiraman. Borib ko'rib, inshaalloh. har bitta jarayonni ko'rsatib chiqarib bera olamiz. Sababi ishimizdan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Xudo xolasa aka. Ekonom qilib, boshqa qilib, yo'q, xolasa hamma yoq aytilgan narsa bizda bo'ladi. Bo'ladi aka. Obuna bo'ling. Rahmat hammaga. Yaxshi kunda ko'rishaylik.